esa boshlandi. Uysiz qolib ketsangiz nima qilgan bo'lardingiz? Yo'q, rostdan tasavvur qiling. Siz uchun eng qadrli bo'lgan yaqinlaringiz siz, pulsiz, boradigan joysiz, ko'chada bir o'zingiz qolib ketsangiz, nima qilgan bo'lardingiz? Bu videodan maqsad shunchaki o'zimni qiynash emas, balki bu dunyoda hammasi vaqtinchalikligini va kutilmaganda hamma narsalarimizdan ayrilib qolishimiz mumkinligini eslatib qo'yish. Aynan shunaqa eksperimentdan keyin qanchalik hozirgi hayotimiz chiroyliligini va borimizni qadriga yana ham ko'proq yetishimiz kerakligini tushunib yetamiz. Endi esa noldan pul topishim kerak. Va pul topishning esa eng zo'r yo'li bu menimcha hozir baklashka yurishni boshlaymiz. Mana birinchi baklashkamizni topdik. Oddiy kunlarda yursam hamma yoq baklashka bo'lardi. Hozir hamma yoq qozi. Har doim baklashka terib nech pul topish mumkinligiga qiziqardim. Ko'ramiz, 3 soatda nech pul ishlasa bo'ladi. Ana baklashkani olish mumkinmi? Obomasiz. Hali mani tunda nimalar kutayotganini bilmaganligim uchun xursand bo'lib terib yuribman. Keyin esa yerda yig'ilib yotgan makulaturani ko'rib qoldim. Ana makulaturalar kerak emasmi? Kerak. Baklashkasi ham kerakmi? Hop, bu baklashka kerak. Va shu tarzda shahrimizni plastik musordan tozalashga davom etdim. Chekatgan. Boshga oyog'ini. Hamini ham musor tashashibdi. Ya bu chatoning. O'yin kelyapti. Bitta hop bor ekan kerak. Kerak sanki. İşte musor bor ekan. Musorga to'kish kerak. Keyin baklashkalarni qapga topshirishni bilib olishim uchun ko'chada uchratib qolgan odamlardan so'radim. Bozorda o'tib topshiradi. Besh. Hamma qanday Uni olib qolmasangiz ham bo'ladi. Nega? Nima? Shuncha qiynalib tergan energetiklarni bonkalarni atiga 1000 so'mligini eshitib, nastreyam tushib ketdi. Tushib qoldi. Pul tushib qoldi. Kimdir bundini orqadan sarf etgan. Hammangiz burnini qoqdi. Ko'rinib turibdi yashirlar. Ko'rishni ham siz bilan biroq. Quyoshda yurib charchaganimdan 15 minutcha soyada dam oldim. Bomsh ahvolmalar yana. Bo'sh, famjara. Ey bo'sh. Ismoil aka tinmasdan ustimdan kulurganlaridan tayinli dam ham ololmadim. Siz uchun katta. Yurolmay, igilib olishdi. Keyin shuni tepib tushira olmaysiz dedilar. Mani nimalarga qodirligimni bilmas ekanman. Bilamiz, musorkadan qoplab baklashkalar chiqarish mumkin va bu esa soqqa qilish uchun zo'r imkoniyat. Va nihoyat o'zimni tilla makonimni topdim. Shunga qaramasdan baribir titishga qaror qildim. Lekin zato men harakat qildim. Yo'llarni yomon bilganligim sababli yana baklashka qabul qiladigan joyni so'rab oldim. Hali bir tiyin pul ishlamaganligim uchun shu holatimga tekinga morj qo'yib berisharmikin yo'qmi deb qiziqdim. Assalomu alaykum. Hop, pulim yo'q edi. Yarmisaga qo'yib beramiz. Chaqab ketaverdim. Va indamasdan bittada to'la qo'yib berdilar. 3 soat davomida kelgan baklashkalarimni topshirib, soqqan olgani bozorga keldim. Ovqat bozorida bilasizmi? Ha, ovqat bozorida jo'nagan. Bo'ldi, rahmat. Ovqat bozori o'tib. Har qadamda qat'iy yurishni so'raverib boradigan joyimni topdim va endi mazza qilib mehnatimni rohatini ko'radigan vaqt keldi. Kilo chiqdi. Nech pul ishladimi? 800. Nima? Atigi 8000 so'm uchun 3 soat qiynalib yuribmanmi? Endi buni hazm qilib charchog'ini chiqarish uchun 1 soat dam olaman. 8000 ga och qolib ketishimni bilib, yana nima qilib bo'lsa ham pul topish yo'llarini o'ylab shahar aylanib yurdim va kutilmaganda yo'limdan bir lo'li bolacha chiqib qoldi. Negadir u bilan gaplashgim kelib qoldi. Hech pulim bor. Nima? Rostdan bermoqchimisan? Voy, boshim anaqa bo'ldi. Xullas, men boshqa baklashka terish niyatim yo'q. O'shaning uchun mana pulim imkon boricha ko'proq pul qilishga harakat qilaman. Hozir meni ideyam magazindan vlajni sotib olib chiqaman va uni qimmatroqga sotaman. 2700 dan nechga ketadi? 2700 bo'lsa 2700 bo'lsa, nechta yetadi? 8000 2700 ga bo'lsangiz, kalkulyatorni olib qoldim deydi. Kallan ishlanyapti. 8 ga bo'lsangiz, to'g'ri. 2700 bo'lsa 3 ga yetadimi? 700 700 3 kere 7 21 2000 bo'lyapti. Shunaqa 2000 bo'lyapti. 8 ga uruvchi nechi? 2700. Xullas hamma ishlab topgan pulimni salfetka biznesiga tikdim. Endi ularni tezroq sotib olishim kerak. 5000 ga vazn olib keldik. Besh ming pulni yo'qtirib. Men 5000. Kelavinglar qo'shinglar. Afet tomasinglar qo'linglar yog'illar. 5000 ga vazn salfetka olib keldinglar. Lekin hech kim salfetka sotib olgisi kelmadi. 5000 ga salfetka olib keldik. 10000 ga olasizmi? 10 Ikkinchisini ham bera qoling. Zachiga zaten. Qachonga bo'ladi? Oxirgi savol bitta. Endi bu bolani hayotdan xursandligiga qarang. Soatda 8000 topdim, endi 10 minutdan o'tdi 15000 qildim. Tez pul ishlash yo'lini topib oldim va endi yana shu 15000 pulimni xuddi shunaqa 2 barobar ko'paytirishga qaror qildim. Mana,
Yana nimani sotsam bo'larkin deb o'ylayotganimda, shimimni cho'ntagidan eskirgan 2 so'm va 5 so'm topib oldim. O'zolatirmayman, 2 so'mga. Maniki bir bering. Keyin esa negadir aynan shu pullarni sotish xayolimga keldi. Ashi 2 so'mni sotib oldik. Endi eskida muzeyga. Tekinga ham olmayman. Men Yangi uchun sotmagunimcha tugatmayman. Menda antikvar pul bor 2 so'm. nechta odam yo'q desam, endi sotmagunimcha qo'ymayman. Menda 5 so'm bor. Nech pul bor? Men 2 so'mga sotaman. Sotaman dedim-mi? 5 so'mni 5 mingga sotaman. Xolos? Mana, rahmat, rozi bo'ling. Labbe 2 so'mni 2 mingga, 5 so'mni 5 mingga sotib oldim. Birinchi eshitishim bu O'zbekistonda. Ovqatga yetarlicha pul topganimdan keyin bugungi kunimning eng asosiy masalasi haqida, ya'ni bugun qattiq uxlashim to'g'risida o'ylashni boshladim va butun shahardan joylar izlab yurdim. Va rosa ko'p yurganimdan charchab, qatta bo'lsa ham dam olgim keldi. Kechki o'zimga uxlashga joylar qidirishim kerak. Jimjitroq, odam ko'rmaydigan iloji bo'lsa, zaxotmaydigan bo'lsa ham yaxshi bo'ladi. Shunaqa chiroyli kadr olaman deb, telefonim ag'anab suvga tushib ketishiga o'zi ham 1 santimetr qoldi. Shunaqa harakatimiz uchun ham iltimos videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Chunki o'zbek YouTube'da katta va sifatli proyektlar qilish oson emas. Shundoq ham monetizatsiya. Shuning uchun videolarimiz rivoji uchun sizdan hoziroq shunchaki like bosib qo'yishingizni so'rayman. Suv odamni ancha jonlantirdi, lekin og'zim shunaqa qurib ketgan 6 soatdan beri quyoshda yurib, lekin bir dona suv ichmadim. Kafelardan biriga kirib, rakvinadan suv ichaman desam, suvni ichib bo'lmas ekan. Oradan yana 1 soat o'tdi. O'zi bu dunyodagi meni eng katta qo'rquvlarimdan biri bu hech kimga keraksiz bo'lib qolish. Va sekin-asta aynan shu narsani his qilishni boshladim. Rostdan ham, agar hech kimga kerak bo'lmay qolsam, harakat qilib pul topishim va bunaqa hayot o'tkazishimdan nima foyda deb o'ylab qoldim. Shunaqa qilib, kayfiyatimni ozgina bo'lsa ham ko'tarib olish uchun bugun osh yeyishni lozim deb topdim. Qorong'i ham bo'ldi, lekin hali ham uxlashga joy topganim yo'q. Planim bo'yicha mana bu stadionlarni atroflaridami, agar ruxsat berishsa, hozir endi qidirishga majburman. Xo'p, yumshoq, chang. Xavfsiz joy qololman, hamma tomonim yopiq bo'lsa, iloji boricha zo'r bo'ladi. Va oxiri bugun tunni mana shu ko'chani o'rtasidagi skameykada o'tkazishga qaror qildim. Biz kamerani o'chirib turdim, spishkasini. Anta odamga kelyapti, shartman haydashmasa bo'ldi. Bu yerda yotganimga 1 soat bo'lib qoldi, lekin hali ham uxlayotganimga, chunki yonimda har xil shitir ovozlarni eshityapman va juda ham ko'p har xil odam o'tyapti, haqiqatan har xil odam o'tyapti. Shu meni xavotirga soldi. O'ylaymanki, hozir hamma uyga tarqalib bo'ladi. Yomon sovuqyapti, shamol shaqillatib qo'yapti. Hozir boshqa joy izlayman, issiqroq bir joy ko'rmasam juda ham qiyin bo'lardi. Ko'cha juda sovuq bo'lganligi uchun bu bino ichiga kirishga majburman. Undan juda ham sovuq ekan. Ozgina 10 minut turib, lekin uxladim. Eshik ochilib yo'q, qani ko'rib qolsa. Yo'q, eshik yopiq. Shu binoni ichiga qanadir bo'lsam kirish kerak. Bu eshigidan kirib ko'rishga harakat qilaman. Bu eshik ham yo'q. Nima bino bilmayman. Ichkarida sizda joy bormikan? Hozir binoni ichidaman. Uxlashga o'quvchi topsam bo'ldi. Bunaqa joylar. Yo'q, ham sovuq ekan lekin. Ichkarida охранаning ovozini eshitib, boshqa joy izlashga kirishdim. Joy topish bunchalik qiyin bo'lishini kutmagandim. Shunchaki ko'chadagi bitta skameykaga yotib olaman deb o'yladim. Lekin hozir oldimda juda katta muammo turibdi va endi universitet ichida tunash xayolimga kelib qoldi. Universitetga keldim, shu yotoqqa o'tirsam kerak. Vaqtda ahani turgan ekan. Qarab turgan tomonidan yo'ldan kiramiz ekan. Menimcha kapishonkamni yechishim kerak. Kapishonkamda qo'rqinchliroq ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Qop-qora hozir kirishga yana urinib ko'ramiz. Boshqa kirish qismidan tortib. Mashinadan kiraman. Kutilmaganda qorovul xonasidagi sveti yongani uchun tezroq ichkariga kirib olishga harakat qildim. Eng asosiy muammo binoni ichiga bir amallab kirib olish. Kirishga boshqa joy topishim kerak. Bitta bor ekan. Binoni orqa tarafidan aylanib ko'raman. Boshqa joyni istaymiz. Universitet hududi juda katta va hamma ichkariga kirish mumkin bo'lgan eshiklarni birma-bir ochib ko'rdim, lekin hammasi yopiq edi. Oxiri ochiq qolib ketgan eshikni topdim. Lekin ichkarida qayerdadir odamlar borligi ularning ovozidan ma'lum edi. Boshqa boradigan joyim yo'qligi uchun ham tavakkal qilib kirishga qaror qildim.
borsam eshik ochiq, o'sha kabinetda o'qiyman. Hamma yoq qop-qorong'iligidan fanar yo'q desam, hamma eshiklar yopiq. Umuman yana bitta xonani sen yoq, hozir boraman tekshirib ko'raman. Ichiga kirmoqni yo'q, hamma eshik ochiq. Eshik ochiq bo'lgan ekan. Mana shu xonada o'g'lim eshik yopilmasiga ochilib turardi. Yotadigan joyim kichkina bo'lgani uchun har 20 minutda uyg'onaman, uxlagandek bo'lmayapman. Tezroq erta kelishini va men bu yerdan ketishimni xohlayman. Umuman uxlamadim. Vaqt esa juda va juda sekin o'tdi. Yetmaganiga boshim ham og'rishni boshladi. Ketishim kerak. Va nihoyat ko'chaga chiqdim. Masjidga ichiga kirib, yuzimni yuvib olaman. Ikkinchi kuni esa hech qanaqa ish qilgim kelmadi. Shuning uchun mel va karton topib, sadaqa so'rab qancha pul topish mumkinligini bilmoqchi bo'ldim. Bo'lmish bo'lsam ham toza bo'lmish bo'lmayman. Tozalikka rioya qilib, kartonni topsam, menimcha bo'ldi. Mana bu kichkina karton bormi? O'zi musorkaning ichida kartonlar ko'p edi, lekin ustida musorlar turgani uchun ularni titishga jirkandim. Sassot, uysiz yashasam ham, pulsiz yashasam ham deyman. Va oxiri karton ham topildi. Endi odamlar ko'p o'tadigan metro oldilarida joy topib o'tirib olsam bo'ldi. Obedgacha mana shu yozuv bilan o'tiraman va agar obedgacha obedimga pul yig'ib bera olsa, jam zo'r bo'lardi. Qanaqa o'tiradi? Nima, g'amga o'tirishim kerakmi hozir? Yo'q, g'alati o'zimni qilmoqman. Kapshondan bekib olay desam, umuman hech kim hech qanaqa pul bermayapti. O'shaning uchun har bitta odamning ko'ziga qarayman. Yalingan ko'z bilan. Rahmat. Dinni ishlab ketsa sochim bor. Alaykum. Rahmat. Bunaqa pul ishlashni hoziroq to'xtatishimiz kerak. Chunki hozir tanigan odamlar 10 ming, 5 mingla berib ketyapti. Ja, maynoatchilik bo'lib ketdi. O'shaning uchun hamma berilgan pullarni ming so'm deb hisoblaymiz. 1000 so'm, 2000, 3000, 6000, 1000 so'm ishlayman. Bugun ketdi. Umumiy hisobda 20 kilometrdan aniq ko'proq yurib qo'yganman. Ko'mirib yengilab olish uchun Anhorga ketyapman hozir. Bu yerdan Anhorgacha taxminan yarim soat peshko'p yurishim kerak. 2 kun davomida peshko'p yurib, oyoq shunaqangi tovonga olib ketdi. Hozir endi mazza cho'milaman. Kechasi bilan uxlamasdan chiqib, Anhorda mazza qilib cho'milgandan keyin ozgina yotib dam olaman. Dudim, lekin 1,5 soat qotib uxlab qolman. Kalla ishtiroq. Amaki. Uxlayaptim, amaki.